nimaga sog'liq shunchaki tekinga berilgan narsami? Kimdir aytsa ishonib olib ichaverasizmi? Tekinga kelganmi sizga yoki bo'lmasam shunchalik iymoningiz, ishonchingiz komilmi uni yo'qotib qo'ymaslikka? Menga yozishadi direktimga. Qon bosimi shunaqa, iltimos bir dori aytib yuboring. Ha, kalsiy magnil qancha ichi? Hayron qolaman. Hozir mana shu dorini aytsam ichadi deyman. Ichadi. Shunchalik sog'lig'inglar o'zingizga qadrsizmi? Masalan, menga kimdir bir muammoim tufayli, sog'lig'im yoki boshqa muammoim tufayli bir yordam etsa, men uni hayotda ichmayman-da. Uni tekshirib ko'rmasdan, mutaxassisga bormasdan, chunki bilaman, yo'qotilgan sog'lig'i 100% tiklab bo'lmasligini. Peshonamizdan o'tgan yaqinlarimiz bor, bemorlarimiz bor-da. Ko'rikka keling, siz ko'rikdan o'tishingiz kerak yoki bo'lmasam hech bo'lmasa turar joyingiz bo'yicha shifokorga murojaat qiling, tahlillar topshiring, tekshiruvdan o'ting, keyin dori yozib beriladi. Yozish mumkin emas. Bunaqa bitta shikoyatingiz bilan vaqtim yo'q-da, yozib bersangiz sizdan nima ketdi? Aytolmaysizmi? Pul to'lamaganimga shunaqa qilyapsizmi deb shunaqa atakalar ketadi.